Bismillah, assalomu alaykum. Mayroda Hoji ushbu videoda siz bilan qanday qilib turk tilini noldan o'rganib, 2-3 oyda bemalol gapirish mumkinligi haqida gaplashamiz. Xo'p, boshlayman. Oxirigacha ko'rganlarga 10 ta maxsus bizning sovg'alarimiz bor. Aynan ular nimalar ko'rib o'tamiz birgalikda. Sun'iy intellekt orqali turk tilini o'rganish darslari, lug'at yodlashning 13 ta sirli texnikalari nomli video darsimiz, turk tiliga kerakli o'zbek tili grammatikasi video darslari, turk tili alifbosi video darsi, turk tilida merhaba darsi, turk tili o'rganuvchilar uchun motivation roligi, 500 ta gapdan iborat turkcha so'zlashamiz kitobi. Xo'p, 500 ta eng ko'p ishlatiladigan turkcha so'zlar kitobi, turk tilini o'rganishdagi eng kerakli turkcha darsliklar kanalini sizga sovg'a sifatida taqdim etamiz. Davom etaman. Biz bitta narsani birgalikda kelishib olamiz. Videoni albatta diqqat bilan ko'ring. Chalg'ituvchi narsalardan voz keching. Videoni o'quvchi pozitsiyasida tomosha qiling. Video noldan boshlab o'rganmoqchi bo'lganlar uchun tayyorlandi. Videoda aytilganlarni bilsangiz, Xudo xohlasa albatta siz uchun takrorlash bo'ladi. Xudo xohlasa videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'zingizga nimadir foyda olishingizga ishonamiz. Agar video foydali bo'lsa, video oxirida obuna bo'lib, like bosib, o'zingizni fikringizni izohlarda yozadigan bo'lsangiz, biz bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Xo'p. Undan oldin keling. Kim aqllilik qilayotganini tushuntirib bersam, qisqacha o'zimni tanishtirib o'tmoqchiman. Ismim Iroda Nasriddinova Iroda. Sayfiddin qizi 2020-yildan buyon turk tili sohasida faoliyat yuritib kelaman. O'sha yili, o'sha paytda noldan boshlab onlayn tarzda o'rganib, 3 oy ichida xalqaro test sertifikatini qo'lga kiritganman. Bugungi kunda ham xalqaro, ham milliy sertifikatga ega turk tili ustoziman. O'zbek 100% sertifikat kursi muallifiman. 2025-yilda alhamdulillahki kursimizni muvaffaqiyatli tugatgan barcha o'quvchilarimiz natija va sertifikatga erishib kelishyapti. Xalqaro sertifikatga ega jabr darajali turk tili ustoziman. Turk va turkiyalik ustozlardan ta'lim olganman. Hatto 2023-yilda turkiyalik professor ustoz qo'llarida ham o'z malakamni oshirdim. 2 marta televideniyega ham chiqqanman. Onlayn va offlaynda 2000 dan ziyod o'quvchilarga ta'lim berganman. Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetining o'zbek filologiya fakultetini tamomlaganman va hozirgi kunda aynan shu universitetning magistrantiman. Xo'p, O'zbekiston Fanlar akademiyasida hamda Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetida offlayn dars berganman. Respublika konferensiyalarida turk maqolalarim, hatto xalqaro konferensiyalarda ham e'lon qilingan. Turkiya granti sohibasiman. Xo'p, ko'zi ojizlarga turk tilini o'rgatish bo'yicha proyekt rahbari bo'lganman. Yosh onaman, hali 1 yoshga to'lmagan Asmo ismli qizim bor. Alhamdulillah. O'z turk tiliga ixtisoslashgan Sefir va Testdan sertifikatga tayyorlov markazi asoschilaridanman. Shu paytgacha 30 dan ortiq, 32 yilgacha tajribali ustozlar jamoasi bilan 2000 dan ziyod o'quvchilarga ta'lim berib, ularning natijaga erishishlarida o'z hissamizni qo'shdik. Maqsadimiz turk tilini o'rganishni, sertifikat olishni istagan o'quvchilarga malakali va tajribali ustozlar hamda kuchli jamoa orqali yordam berish. Bizning shiorimiz juda ham ko'pchilik bilishadi, sizni turk tilidan sertifikatli qilmaguncha tinch qo'ymaymiz. Sizni ham sertifikatli qilishga tayyormiz hatto. Davom etaman. Ana endi prezentatsiyaga qaytsak, xo'p, bizning rejalarimiz nimalardan iborat? Ko'ramiz. Turk tilini noldan o'rganib, gapirishni nimadan boshlash kerak? Nega ko'pchilik turk tilida gapira olmaydi? Birinchi darsdan gapirishni ochadigan aniq harakatlar qaysilar? O'rganish jarayoniga ta'sir qiluvchi omillar, muloqot jarayonida talaffuzni rivojlantirish, gapirish qachon chiqqan bo'ladi? Xo'p, 2-3 oyda qanday natijaga real chiqiladi? Qanday o'quvchi bu tizimda natija qila oladi? Qanday o'quvchi bu tizimda natija qila olmaydi? Va yakuniy xulosa. Bularning hammasini siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bismillah. Undan oldin ko'raman. Turk tilini noldan o'rganib, gapirishni nimadan boshlash kerak? Aynan bularni sizlar bilan gaplashamiz. Qarang.
Turk tilida gapirish grammatikani to'liq bilishdan boshlanmaydi. Gapirish alohida mashq qilinadigan ko'nikma. Noldan boshlayotgan odam uchun eng muhim narsa xato bilan bo'lsa ham gapirishga o'ziga ruxsat berish. Ko'ryapsizmi? Buni ochiqlab ketaman. Ko'pchilik turk tilini grammatikani o'rganib bo'lgandan keyin gapiradi yoki ma'lum bir qismini o'rganib olay deydi. Yo'q, unday emas. Siz keldingiz, kursga yozildingiz, o'rganishni boshlaysiz. Birinchi kunda nimani o'rgansangiz, birinchi kunda yangi so'zlarni yodlaysiz. Hech bo'lmaganda siz salomni o'rganasiz, to'g'rimi? Salomni qaysi paytda qanaqa salom beriladi? Kechki vaqtda qanaqa salom beriladi? Ertalab qanaqa salom beradi? Do'stingizga qanaqa salom beradi? O'sha holatdan boshlang siz. Nimani o'rgansangiz o'sha holatdan o'zingizga ruxsat bering. Men gapiraman deb. Hech ham uyalmang. Gapirish qachon bu ko'nikma. Shunchaki buni qanaqadir holatda o'rganib bo'lmaydi. Ya'ni qoidasi yo'q gapirishni. Buni amalda qo'llash kerak faqatgina. Bu shunaqa ko'nikma. Eng muhim narsa xato bilan bo'lsa ham yuqorida aytilgandek gapirib ko'ring. Shunda qo'rqingiz yo'qoladi. Xo'p, boshlanishda ko'p qoida yoki katta lug'atlar kerak emas. Bir ikkita ishlaydigan gap qurilishi va eng ko'p ishlatiladigan fe'llar yetarli. Grammatikani yodlamang, uni amaliyotda qo'llang. Qarang. Xo'p, ya'ni sizni gapirishingiz uchun ko'p lug'atingiz va ko'p qoida bilishingiz shart emas birinchi bor gapirishingiz uchun. Va qarang, biza bilishimiz kerak, gap qurilishi degani ya'ni ega qayerda, kesim qayerda. Xuddi o'zbek tilida men keldim deymiz. Keldim men demaymiz, to'g'rimi? Turklarda ham xuddi shunaqa. Mana shu qurilishni bilib olsangiz va boshlang'ich bilimlarni, ya'ni so'z, lug'at, grammatikani bilib olsangiz, bo'ldi, erkin muloqot qila oladigan darajaga chiqasiz. Ana endi qarang, grammatikani yodlamang, uni amaliyotda qo'llang. Agar grammatikani yodlasangiz, xuddi kiyimni siz veshelkada ko'rasiz. Kiyimning ichida odam yo'q unda. Xuddi shunaqa narsada aytmoqchi bo'lganim, mana misol uchun siz mana bunaqa narsa bor. Hozirgi zamon kelasi zamonning o'rnida ishlatilishi mumkin degan qoida bor. Tasavvur qiling. Siz bu qoidani bilasiz, lekin gap tuza olmaysiz. Qoidani nima kerak bor? Hech qanaqa keraksiz narsa bo'ladi. Shu vaziyatda siz o'zbek tilida shu qoida bormi yoki shu qoidaga to'g'ri keluvchi gap bormi? Xo'p, bilmadim, topa olmadim. Xo'p, turklarda qanaqa ekan? O'sha gaplarni tarjima qilib ko'rish kerak. Mos keladimi, yo'qmi? Va unga mos endi nutqda, og'zaki nutqda gap qilib ko'rish kerak. Misol uchun, men aytaman. Men 2 haftadan keyin viloyatimga ketyapman. Viloyatimga qaytyapman. Hozir qaytyapmanmi? Yo'q, men hozir darsdaman. Men 2 haftadan keyin qaytyapman. Ko'ryapsizmi? Hozir, lekin qaytyapman. Ko'ryapsizmi? Demak, hozirgi zamonni biz o'zbek tilida ham kelasi zamon o'rnida ishlata oldik. Men endi misol tuzib ko'raman. Ben 2 haftadan sonra memleketime dönüyorum. Ko'ryapsizmi? Men qaytyapman. U yor bilan ishlatdik. Ya'ni hozirgi zamon bilan ishlatdingiz bu narsani. Agar siz mana shunaqa qilib gap tuzib ko'rmasangiz, umuman bilmaysiz. Gapirish rivojlanmaydi sizda. Yoki deylik, mana misol uchun men aytaman. Hafta sonu Turkiyaga gidiyorum. Hafta oxirida Turkiyaga boryapman. Hozir boryapmanmi? Yo'q, men hozir bormayapman. Hozir men ishdaman, lekin hafta oxirida boryapman. Buni siz ham aytib ko'rishingiz kerak. Mana shunaqa misollar tuzib ko'radigan bo'lsangiz, siz shunday faqatgina grammatikani yodlab qolmagan bo'lasiz. Uni nutqqa olib kirish kerak. Ham og'zaki, ham yozma. Faqatgina og'zaki bilan chegaralanib qolmang. Ham og'zaki, ham yozma nutqqa grammatikani olib kirishingiz kerak bo'ladi. Grammatikani o'rganishdan maqsad to'g'ri yozish va to'g'ri gapirish. Shundagina siz nima qila olasiz? Grammatikani o'zlashtirgan bo'lasiz. Imtihonda grammatika bilan savol berilmaydi. Grammatika bilan bog'liq savol bo'lmaydi. Xo'p. Gapirish bir zumda chiqmaydi. Boshda bitta gap, keyin ikkita gap, keyin 30 soniyalik fikr bildirasiz, keyin deylik misol uchun 5 daqiqa va holanki bu kengayib ketaveradi. Muhimi to'xtab qolmaslik. Faqatgina bitta gap bo'lib qolmasin yoki ikkita gap bilan chegaralanib qolmang. Har doim o'suvchan tartibda borsin bu. Kam bo'lsin, lekin o'suvchan tartibda bo'lsin. Davom etaman. Agar gapirish boshdan yo'lga qo'yilsa, til harakatga kela boshlaydi va qo'rquv sekin yo'qoladi. Endi tasavvur qiling. Siz bilasiz, lekin qo'rqasiz. Kimdir gapirarkanmi, kim ustozim urisharmikan yoki ustimdan kulishadi degan bo'lsangiz, siz umuman gapira olmaysiz. Siz bilmaganligingiz uchun ustozga kelgansiz va ustozingiz sizni xatoingizni aytib, sizni to'g'rilashga, gapirishga harakat qilishi uning vazifasi, qildirishi.
harakat qildirish. Va siz bunga bu orqali siz to'g'ri kutuvni qo'ying va shunga ko'ra xato qilsangiz, uni to'g'ri qabul qiling o'zingiz ham. Xato qilish tabiiy holat, faqatgina uni nima qilishimiz kerak? To'g'rilashimiz kerak, tahlil qilishimiz kerak. Xo'p, shundagina qo'rquvimiz yo'qoladi. Erkin muloqotga kirisha boshlaymiz. Nega ko'pchilik turk tilida gapira olmaydi? Bulardan asosiy bitta sababi gapirishni oxiriga qoldiradi. O'quvchi avval grammatika tugalsin deb kutadi, gapirish kechikkan sari til passiv holatda o'tadi. Deylik, siz aynan mana shu holatda grammatikani tugatib bo'lgandan keyin gapiraman deydigan bo'lsangiz, lekin sizni guruhdoshingizdan boshqalar gapirish grammatikani o'rganish bilan birga gapirib ketayotgan bo'lsa, ana endi oxiriga kelganda u bemalol gapira oladi va grammatikani biladi. Oxiriga kelganda siz grammatikani zo'r bilasiz, lekin gapira olmaysiz. Uning darajasi yuqori bo'ladi va keyinchalik siz uni oldida gapirishga uyalib qolasiz. Hatto gapirishdan qo'rqasiz ham, chunki u zo'r biladi, u gapira oladi. Siz bitta guruhda u bilan tugatdingiz, u zo'r gapiradi, siz gapira olmaysiz. Va u xato qildi, sizni xatoyingizni topishidan qo'rqasizda gapirmaysiz. Shuning uchun ham grammatika bilan birgalikda gapirishni o'rganing. Hatto ustozga men shuncha misol tuzib keldim, ustoz, men gapiray yoki meni misollarimni ko'rib bering. Men mana shu grammatikaga oid matn tuzdim. Shuni men gapirmoqchiman deb aytsangiz, bemalol 2-3 oyda siz natijaga chiqa olasiz. Davom etaman. Grammatika gapga aylantirilmaydi. Yuqorida aytgan gapga aylantirishga qoida o'rganiladi, lekin og'zaki ishlatilmaydi. Natijada bilim bor, ko'nikma yo'q bo'ladi. Misol uchun, xo'p, qarang. Gitmak fe'li bormoq fe'liga dikcha ravishdoshi qo'shilganda u borgan sari ma'nosini beradi. Mana shu qoidani siz bilasiz. Shu qoidani bilasiz, lekin bu boshqa fe'llarda bu ma'noni bermaydi. Endi bu aynan mana shu fe'l bilan eslab qolishlik uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda gap tuzib ko'rish kerak. Yozing, 20-30 talab gap yozib tashlang. Uni og'zaki nutqda 40 ta 50 talab gap tuzing. Shuncha qancha ko'p o'zingiz ustida ishlasangiz, bemalol 2-3 oyga bormasdan ham hatto siz natijaga chiqa olasiz. Ana endi qarang, mana misol uchun borgan sari, qo'shnim borgan sari boyiyapti. Ko'ryapsizmi? Rostdan bu real hayotda bormi? Bor. Kobshim gitdikcha zenginlashiyor. Boyiyapti. Yoki misol uchun siz qaysidir kasalni ko'rdingiz, qaysidir tanishingiz bemor borgan sari uning ahvoli yaxshilanyapti. Ko'ryapsizmi? Borgan sari. Yoki meni borgan sari anaqa gapirishim, turk tilida gapirishim yaxshilanyapti. Benim konuşmam ilerliyor, gittikçe ilerliyor. Ya da hasta gittikçe ilerliyor. Yaxshilanyapti, iyileşiyor. Yaxshilanyapti. Ko'ryapsizmi? Mana shunaqa qilib qoidanga siz misol tuzib ko'ring. Hatto men o'zim aytadigan bo'lsam, ochiq aytadigan bo'lsam, men o'zim mana shu tartibda men suhbatga kirganman. Ungacha suhbatga kira olmaganman. Va ko'pchilik bilan muloqot qilish kerak. Auditoriya toping, auditoriyangizda aynan gapiradiganlar bo'lsin, ana shu gapiradiganlar bilan birga gapirishga harakat qiling. Ulardan shunday siz fikr olasiz. 10 kishi bitta mavzuda 10 kishi gapiradigan bo'lsa, 9tasini fikri siznikidan farq qiladi. Siz 10-chisi bo'ladigan bo'lsa, 9 kishining fikrini olasiz, kerakli joyini olasiz, keraksiz joyini tashlaysiz. Ko'rasizmi? Fikr o'zgaradi. O'suvchan tartibda fikringiz bo'ladi. Davom etaman. Lug'at alohida yodlatiladi. Ko'p kurslarda shunaqa bo'ladi. So'zlar taniladi, ammo gap ichida chiqmaydi. Lug'at gap ichida chiqmaydi. Gapirish refleks shakllanmaydi. O'sha so'zlardan gap tuzib ko'rish kerak. Agar siz gap tuzib ko'rmasangiz, sizga sizni lug'at yodlaganingiz foydasi bo'lmaydi. Mana misol uchun qanaqa lug'at yodladik? Deylik, kompyuter. Men hayotimda kompyuter bilan bog'liq, meni bitta tanishim, men kompyuter olayotganda 500 ming so'm pulim yetmaganda menga 500 ming so'm pul berib turgan. Ko'ryapsizmi, men hayotimda shunaqa narsa bo'lgan. Endi men kompyuter so'zini bog'ladim hayotimga va shu orqali ana endi men nutq qolib kirishim kerak va shunday esimdan chiqmaydi. Umuman esimdan chiqmaydi. Xuddi shunaqa siz ham lug'atlaringiz, yangi o'rganayotgan lug'atlaringizda og'zaki nutq, yozma nutq olib kirishingiz kerak bo'ladi. Hatto ataylab kimgadir shu orqali murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Shundagina sizda bo'lmaydi. Xo'p, davom etaman. Hozir
Gapirish oxiriga qoldiriladi. Bu narsani aytdik, oxiriga qoldiriladi. Agar shu nuqta to'g'ri belgilansa, til o'rganish qiyin bo'lmaydi va natijada bir oyda chiqiladi. Yuqorida aytgan fikrimni davom sifatida aytib qo'ydim bu narsani. Ana endi birinchi darsdan gapirishni ochadigan aniq harakatlar qaysilar? Aniq harakatlarni ko'rib olaylik. Birinchi darsdanoq tinglovchi bilan birga javob beruvchi pozitsiyasida ham bo'ling. To'g'ri, birinchi darsning o'zidan sizga o'qituvchi kelyapti, alifboni tushuntiryapti, merhaba darsini o'tyapti va bu holatda siz gapira olmaysiz, lekin bu yerda siz tinglovchi bilan birga javob beruvchi, ya'ni sizga savol so'rasa, dialoglar bo'ladi bu yerda. Dialogga qatnashishingizni xohlasa, javob beruvchi men javob beray, men qo'shilay deydigan pozitsiyada ham bo'ling. Siz o'sha paytning o'zidan reaksiyaga kirishing. Darsda faqat eshitib o'tirish bilan cheklanmang, o'qituvchi nutqini ham nazorat qiling. Ya'ni o'qituvchi tabiiyki turk tili o'qituvchi nutqida turkcha so'zlarni qo'shadi. U qaysi momentda, qanaqa holatda, qaysi ohangda nutqida bu so'zlarni qo'shyapti va gapiryapti. Ana o'shanga ko'ra siz ham ichingizda takrorlang. Va keyin uni og'ziga nutq olib kiring. Shunda siz nazorat qiling. Har tomonlama o'rganishga harakat qiling. Davom etaman. Birinchi darsdan qanday grammatikani, qanday lug'atlarni yodlagan bo'lsangiz, ularni endi avval yozma, keyin og'zaki amaliyotda qo'llashni boshlang. Yuqorida aytdim va qo'shimcha tarzda endi yozma amaliyotda qo'llash deb aytib kelyapman yuqoridan beri. Bundan maqsad ham yozayotganda qo'l harakati bo'ladi sizda, ham ko'z xotirasi bo'ladi. Shunda ikki karra tez sizning xotirangizda qoladi. Yozayotganligingiz evaziga sizda nima bo'ladi? Ko'nikma tezroq rivojlanadi. Og'zaki rivojlanish ham o'sadi. Xo'p, gapirayotganda o'zingizni erkin tuting va baland ovozda gapiring. Uyalmang, ilmda hayo yo'q. Umuman uyalmang. O'zni erkin tutib baland gapiring. Hattoki ilmda hayo yo'qligini aytib o'tdim. Bu yerda kibrni ham aytib o'tishim kerak. Agar kibrlangan o'quvchi bu jarayonda bo'ladigan bo'lsa, unda ham gapirish rivojlanmaydi. Ya'ni o'zidan past nazar va muholanki yomon holatga tushadi va u nima deydi? O'qituvchining qarshisida ham, o'quvchilarning qarshisida ham yomon holatga tushib qoladi. Bu ham sizni gapirishingizga to'siq qiladigan omillardan bittasi bo'ladi. Davom etaman. Xato to'xtatish uchun sabab bo'lmaydi. Muhimi qilingan xatoni qayta takrorlamaslik. Xato bo'lsa ham fikrni oxirigacha tugatib qo'ying. Xo'p, xato qilyapsiz. O'qituvchidan mana bu narsani iltimos qilsangiz bo'ladi. Ustoz, meni xatolarim oxirida aytsangiz bo'ladimi? Mana shunaqa deb iltimos qiling. Chunki nimaga? Agar bitta gapirsangiz, u gapning ichida ikkita xato bo'ladigan bo'lsa, u to'xtatsa, ya'ni gapirayotgan bo'lsangiz, yana to'xtatsa, unda siz umuman fikringizni tugata olmaysiz. Bo'ldi, o'sha yerning o'zida siz gap eshitasiz deylik yoki o'zingizda yoqmaydi, o'zingizda qanaqadir yomon taassurot qoladi, boshqalar oldida uyalish hissi bo'ladi. Shuning uchun ustoz, men gapirib bo'lay, gapirib bo'lgandan keyin oxirida xatolarimni ayting, men yozib olaman o'zim uchun, keyin bu xatoni qilmaslikka harakat qilaman. Ana shunaqa desangiz, sizda rivojlanish, nima deydi, gapirish ko'nikmangiz bir oyning ichida chiqadi kerak bo'lsa. Mana shunaqa qilib ustozga iltimos qiling. Xo'p, davom etaman. O'rganish jarayoniga ta'sir qiluvchi omillar, til o'rganishga 3 ta asosiy omil ta'sir qiladi. Birinchisi metod. Bunda nima bo'ladi? To'g'ri metod bo'lmasa, qancha vaqt ajratsangiz ham gap chiqmaydi. Misol uchun deylik, bu yerda o'qituvchining yonida shu ham nazarda tutiladi. Agar o'qituvchi deylik faqatgina grammatikani darsda tushuntiraversa, o'quvchi bilan og'zaki nutqda ishlamasa, u 3 oy bo'ladimi, 4 oy bo'ladimi, farqi yo'q. Unda grammatika chiqmaydi. Aynan o'sha metodni yoki misol uchun siz qaysi holat bilan ChatGPT bilan gaplashyapsizmi yoki qaysidir tanishingiz bilan gaplashyapsizmi, bu narsani yo'lga qo'ydingizmi yo'qmi? Xullas, metod va usul. Siz qaysi usulda borayotgan bo'lsangiz, to'g'ri usulni tanlasangizgina siz nima deydi, ta'sir qilmaydi bu omil va yaxshilanish bo'ladi. Ana muhitcha, agar siz faqat tinglab, lekin gapirmasangiz, til rivojlanmaydi. Bunda siz hamma narsani turk tiliga bog'lashingiz kerak bo'ladi. Gapirayotganda. Misol uchun siz bugun kechki ovqatga men sho'rva qilmoqchiman. Xo'p, mana shu ovqatni nima qilish kerak? Og'ziga nutq olib kirish kerak. Men akşam yemeği için çorba hazırlamak istiyorum. Olurmi? Bo'ladimi?
onangizdan so'ramoqchisiz. Onangiz aytdi, nimadir ovqat qildi. Siz aytyapsiz, "Mana men kechki ovqat uchun men sho'rva qilmoqchiman." Bo'ladimi? Xo'p, mana shu gapni men turk tilida aytsam qanaqa bo'lar ekan? Mana shunaqa qilib, ya'ni muhtingizni ham, hamma tomonlama muhtingizni ham turk tili qilib qo'ying. Qo'shiq eshitsangiz ham, serial ko'rsangiz ham, kino ko'rsangiz ham, nima bo'lsa ham, hatto telefoningizni nastroykasidan tilini o'zgartirib qo'ying. Hamma narsani turkcha qilib qo'ying. Devorlaringizga yozib, yopishtirib, iboralardan foydalanib mana shunaqa qilishingiz kerak bo'ladi. Shunda rivojlanish bo'ladi sizda. Keyingisi intizom, har kuni ozgina gapirish, haftada soatlab o'qishdan samaraliroq. Kam har kuni gapiring. Va shunda sizda samarali natija bo'ladi. O'qish faqatgina doimiy o'qish sizni to'g'ri fikr boyligingizni oshiradi, so'z boyligingizni oshiradi, lekin gapirishingizni haddan ziyod oshirishi yoki mukammal erkin muloqot qilishingizga sabab bo'la olmaydi bu. Qachonki uni og'zaki nutq olib kirsangizgina o'sha o'qishning samarasini sezasiz. Mana shu 3 omil joyida bo'lsa, nafaqat gapirish, balki til o'rganish qiyin jarayon emas, balki tabiiy jarayonga aylanishligini bilib olasiz. Davom etaman. Muloqot jarayonida talaffuzni rivojlantirish. Xo'p, rivojlantirish bu yerda ruchka, xo'p, davom etaman. Hozir talaffuz alohida o'rganiladigan mavzu emas, u gapirish jarayonida shakllanadi. Talaffuzni ma'lum bir qoidalari bor, to'g'ri, lekin u har doim qoida bilan talab qilinadigan narsa emas. Uni siz qachonki gapirsangiz, o'sha holatda yuzaga keladigan jarayon. Talaffuz shunaqa jarayon. Xo'p, agar o'quvchi gapirmasa, talaffuzni to'g'rilab bo'lmaydi. Chunki siz gapirmasangiz, sizda qanaqa xato qilayotganingizni, talaffuz qanaqa ketayotganligini o'qituvchi bilmaydi. Faqat tinglash yoki takrorlash bilan og'iz moslashmaydi. Ko'pchilik misol uchun tinglasam rivojlanadi deb o'ylaydi, to'g'rimi? Yoki grammatikani takrorlasam rivojlanadi deb o'ylaydi. Yo'q, bu bilan bo'lmaydi. Qachonki har doim tinglaganingizda tinglayapsiz, nima tinglayapsiz? Qo'shiq tingladingizmi, o'shani og'zaki nutq olib kiring. Aytyaptimi, o'sha so'zlarni eshitib og'zaki nutqda qilsangizgina sizda nima bo'ladi? Bemalol o'sha holat bo'yicha gapira olish ko'nikmasi shakllanadi. Xo'p. Talaffuzni kutib gapirish emas, gapirib turib talaffuzni to'g'rilash kerak. Kutib o'tirmasdan gapirish jarayonida to'g'rilab ketish kerak. Juda ham zo'r. Davom etaman. Talaffuzni rivojlantiruvchi ruchka mashqdan foydalanish kerak bo'ladi. Hozir men oldimda ruchka bo'lmaganligi uchun mana shu narsani aytib o'tmoqchiman. Qarang. Ruchkani gorizontal va vertikal holatda og'zingizga solasiz va matnni o'qiysiz. Bo'sh xonaga kirasiz. Ovozingizni shunaqa ruchka bilan o'qishingiz kerakki, taxminan sizdan 7 metr uzoqdagi odam ham sizning ovozingizni eshita bilsin. Shundagina siz keyin boshqa vaqtda bemalol gapira oladigan bo'lasiz. Ovozingizni erkin, o'zingizni uyalmasdan, tortinmasdan gapira oladigan darajaga chiqasiz. Va ruchka nima uchun kerak bo'ladi bu yerda? Ruchka sizni o'sha turk tilidagi unliklarni, undoshlarni, unlikdan keyin xo'p, jarangsiz undashdan keyin jarangsiz kelishi, jaranglikdan keyin jarangli kelishiga sababchi va turtki bo'ladi. Shuning uchun ham ruchka mashqini doimiy tarzda qilib boring. Hatto menda haligacha imtihonga kirgungacha o'quvchilarim 10 daqiqa, 15 daqiqalab ruchka mashqini qiladigan o'quvchilarim bo'lgan. Davom etaman. Film, seriallarni subtitr bilan ko'rish kerak. Shadowing texnikasidan foydalaning. Mana qarang. O'shandan ham nimadir olishga harakat qiling. Film ko'ryapsiz, serial ko'ryapsiz, to'g'rimi? Shunchaki ko'rmang uni. Uni subtitrini yoqib qo'ying. YouTube'da chiqadi, SS qismidan belgilab olsangiz bo'ladi. Shunda subtitri bilan ko'ring. U yerda aytilayotgani boshqa, yozilgani boshqa bo'lishi mumkin. O'sha vaqtda siz nima qilasiz? Farqini bilib olasiz. O'sha yozuvdagi ko'rinish qanaqa aytilishini bilib olasiz. Shadowing texnikasi degani ko'rilganini endi og'zaki nutqqa olib kirish degani. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yoziladi. Ne yapıyorsun deb aytiladi. Siz demak uni ne yapıyorsun deb aytasiz. Xo'p. Derazani oldida ruchka turibdi, olib berar. Davom etaman. Xo'p, keyingisi gapirish qachon chiqqan hisoblanadi? Bu narsani aytib o'taman. Savolni eshitib, jim qolinmasa, savolni tushunib, darrov javob berishga harakat qilsa, demak, bilingki, siz gapirayotgan bo'lasiz. Ana endi sizda gapirish ko'nikmasi ancha rivojlanayotgan bo'ladi. Xo'p, keyingisi
javobni ichida emas, og'zaki ayta boshlasa, ichingizda emas. Siz javobni bilasiz, o'qituvchi sizdan so'rayapti, siz bilasiz, ichingizda aytyapsiz. Lekin gapira olmaysiz. Bu gapirish degani emas. Qachonki siz bemalol gapiradigan bo'lsangiz, u paytda erkin men gapiray, ustoz ayta oladigan bo'lsangiz, u gapirish bo'ladi. Ko'pchilik o'quvchilar menga aytadi, ustoz, siz yo'q bo'lgan vaqtingiz men bemalol gapira olaman. Men o'zim gapira olaman, bemalol yuraman. Lekin siz so'rasangiz gapira olmayman deyshadi. U gapirish ko'nikmasi hisoblanmaydi. Xato bilan bo'lsa ham fikr baland ovozda chiqsa, og'iz ishlay boshlasa, bilingki, sizda gapirish ko'nikmasi shakllangan bo'ladi. Bu narsa 1-2 yilda chiqadi. Xo'p, keyingisi gapni to'xtatmasdan tugata olsa, mukammal bo'lmasa ham fikrni oxirigacha yetkaza olsa. Sizda misol uchun aytilyapti, kechagi to'y qanaqa o'tdi? Shu haqida siz xato aralash gapiryapsiz, lekin fikringiz oxirigacha gapirishga harakat qilib tugallay olyapsiz. Va sizdan tinglovchi sizdan nima deyotganligingizni tushundimi? Demak, bilingki, siz gapirish ko'nikmasiga o'tgansiz. Keyingisi to'g'rimi deb javob kutmasa. Mana misol uchun o'quvchilar orasida shunaqasi bo'ladi. Savol bersam, gapiradi, to'g'rimi, xato qilmadimmi deydi. Yoki bo'lmasa, indamay o'tirsam, uni eshitib o'tirsam, jim qol. Nimaga jim qoldingiz desam, to'g'rimi ustoz, siz jim qolganingizga nimadir dirkam, xato qildimmi ekan deb o'ylab o'tiribman dedi. Yo'q, siz agar o'zingizga ishonsangiz, xato qilmaganligingizni bilsangiz, unaqa kutuvni qilmasligingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham o'quvchilar har gapdan keyin tasdiq kutmasdan o'z fikriga ishonch paydo bo'ladigan bo'lsa, gapira oladigan bo'lsa, unda yana gapirish ko'nikmasi shakllanganligini bilsangiz bo'ladi. Hop, ruchka mashqini shu o'rinda qilib ketaman. Qarang, ruchka mashqini oldim. Og'zimga soldim. Mana. Ko'rasizmi? Bakın. Merhaba. Benim adım Miroda. Soyadım Nasreddinova. Toshkent Davlat O'zbek Dili va Edebiyot Universitetinde öğrenciyim. 2. sınıfa gidiyorum. Yüksek lisans öğrencisiyim. Ko'rasizmi? Bu holatda men faqatgina bilganimni gapirdim xolos, lekin siz buni endi matn ko'rinishda har xil o'qimalarni o'qishingiz kerak bo'ladi. Bu holatda 10 minut har kuni mashq qiling. Bu holatda endi mana 1 santimetr og'izga qo'yaman. Merhaba sayın değerli dinleyiciler, bugünkü dersimiz şimdiki zaman olacak. Sizinle birlikte bu dil bilgisini öğreneceğiz. Ko'rasizmi? Mana shu holatda yana 10 daqiqa qiladigan bo'lsangiz, kunda 20 daqiqa mana shu mashqni qiladigan bo'lsangiz, sizni talaffuzda ishonavering, muammo bo'lmaydi. Faqatgina yuqorida aytganimdek, bu talaffuzni shunaqa qilish kerakki, o'zingizdan 7 metr naridagi kishi ham sizni nimadir ish bilan shug'ullanayotganligingizni, gapirayotganligini bilsin. Sizni tushuna olmasin, lekin gapirayotganligini bilsin. Shunda siz umuman nima bo'lasiz? Uyalmasdan gapira oladigan darajaga chiqasiz. Xo'p, keyingisiga o'taman. O'quvchi 2-3 oyda qanday natijaga erishadi? Kundalik vaziyatlarda gapira boshlaydi. O'quvchi o'zini tanishtira oladi, holatini ayta oladi, oddiy savollarga javob bera oladi. 2-3 oyda siz yuqorida aytilganlarni qiladigan bo'lsangiz, bemalol gapira olasiz. Va 4-5 daqiqa to'xtamasdan gapira olasiz, 100%. Mukammal bo'lmasa ham fikr uzilmaydi, jim qolish kamayadi. Birinchi kelgan vaqtingizdan 2-3 oy ichida siz bemalol jim tura olmaydigan darajaga chiqasiz. Keyingisi, xato bilan gapirishdan qo'rqmaydi. Gapirish jarayonida xato normal holatga aylanadi, qo'rquv yo'qoladi. Va savolni eshitib tushunadi, javob qaytaradi, oddiy suhbatni olib keta oladi, savol-javobda qolib ketmaydi, muloqotda davom eta oladi. Ana bular 2-3 oyda mana shu holatlar hammasi real natijaga chiqiladi. Ana endi qanday o'quvchi bu tizimda natija qila oladi? O'y vazifasini ko'p emas, doimiy qiladigan o'quvchi. Har kuni ozgina mashq qiladi, o'zilish bo'lmaydi. Ayniqsa gapirish uchun o'rganmoqchimisiz, gapirish bo'yicha mashq bo'ladi. Mana misol uchun qarang. Hammada telefon bor, hammada kamera bor. Telefoningizga, kamerangizga yozasiz va o'zingiz eshitasiz. Ana endi eshitganingiz bu ko'rasiz, u yerda qaysini xato qilganligingizni bilasiz. Ana shu xatoni qayta to'g'rilab video yozasiz. Va bu narsa bir necha marta takrorlangandan keyin u xatolar qilinmaydi. Ko'rasizmi? Har kuni siz kamerangizga 10 daqiqa video yozing yoki misol uchun telefoningizni xotirasi yetmasligi mumkin 10 daqiqaga. Dumaloq video, Telegramni olasiz, dumaloq videoni yoqib qo'yasizda,
Ha, bitta mavzuni gapirasiz. Bitta mavzu misol uchun necha minut bo'lsa farqi yo'q, dumaloq videoni olib yozib Telegramda jo'natavering. Men o'quvchilarimga xuddi shu usuldan foydalanaman. Ya'ni ular har kuni bitta mavzuni oladi, dumaloq videoni jo'natadi menga. Shundagina ularda nima bo'ladi? Birinchidan kameraga qarab gapirish holati shakllanadi. Imtihon kompyuterda bo'ladi. Ikkinchidan u o'quvchi ustoz ko'radi, tekshiradi deb nima qiladi? Yaxshiroq gapirishga, videoni yaxshiroq yozishga harakat qiladi va shunda yana ham yaxshi gapirish ko'nikmasi shakllanadi. Shundagina men aytmoqchi bo'lganim, har kuni ozroq bo'lsa ham mashq qiling, uzilish bo'lmasin. Hatto mana bunaqa mashq qilsangiz ham bo'ladi. Oynaga qarash. Oynaga qarab gapirasiz. O'zingizni ko'rib turasiz. Bu jarayon boshida qiyin bo'ladi, gapira olmaysiz, lekin keyinchalik bu narsa agar takroriy ravishda qiladigan bo'lsangiz, juda ham zo'r effekt beradi sizni gapirishingiz uchun. Chunki siz o'zingizning qarshingizda boshqa turgan vaqtda ham gapira oladigan darajaga chiqasiz oyna mashqida. Davom etaman. Xato bilan gapirishga rozi bo'lgan o'quvchi mukammallikni kutgan o'quvchi. Mukammallikni kutmaydi. Gap chiqishini birinchi o'ringa qo'yadigan o'quvchida bu tizim albatta natija beradi. Xo'p, grammatika bilan gapirishni to'xtatmaydigan o'quvchi, qoidadan qo'rqmaydigan, gapirib turib asta-sekin to'g'rilaydigan o'quvchi natijaga erisha oladi. Bular hammasini albatta yuqorida aytganlarimni qiling. Darsda jim o'tirib qolmaydigan o'quvchi, savol berilsa bilsa ham, bilmasa ham javob berishga harakat qiladigan o'quvchi 2-3 oyda aniq gapira oladi. Bilsangiz ham bilmasangiz ham to'g'ri, juda ham bilmasangiz bu gapirish xato, tinglovchi bo'lish ham kerak ba'zida. Lekin sizdan so'ralgan vaqtida, o'qituvchi sizga savol berdim, o'sha so'ralgan vaqtda bilmayman emas, balki nimani bilsangiz o'shani gapiring. Xatosi aytilgandan keyin to'g'rilasangiz, ana unda sizda bilmayman degandan ko'ra yaxshiroq natijaga erishish kuzatiladi. Xo'p, natijani 2-3 oyda emas, jarayonda ko'ra boshlaydigan o'quvchi har hafta o'zidagi kichik o'sishni sezadi va davom etadi. Ya'ni 2-3 oyda natijaga erishar ekanman deb kutib o'tirish ham xato aslida. Siz bugun o'sing. Bugun natija bo'lsin sizda. Bugun o'sish bo'lsin sizda. Har kuni nimadir qilayotganingizni sezib borsangiz, u 2-3 oyga bir bormasdan sizda gapirish ko'nikmasi rivojlanganligini his qilasiz. Qanday o'quvchi bu tizimda natija qila olmaydi? Bitta qilib aytadigan bo'lsam, yuqorida aytilganlarni qilmaydigan va natijani faqat ustozdan kutadigan o'quvchi gapira olmaydi. Kursga boryapman, men gapira olmayman, o'qituvchi aybdor. Bu narsa xato. Siz bilan o'qituvchi 2 kunda 1-2 soatgina ishlashi mumkin. Qolgan 24 soat, 48 soat bo'ladi, 46 soat sizni o'zingizda qoladi. Uni o'qituvchi yo'naltira olmaydi. 46 soatni sizni o'zingiz foydali qilib, manfaatli qilib shakllantirib, tartibli holatga keltirishingiz kerak bo'ladi. Davom etaman. Yakuniy xulosa, 2-3 oy butun boshli tilni o'rganish uchun yetarli vaqt emas, yetmaydi ham, lekin turk tilida bemalol, qo'rqmasdan, erkin muloqotga kirish uchun yetarlicha vaqt. Agar siz tepada aytiladiganlarni qilsangiz, bemalol, xo'p, avvalo to'g'ri ustoz tanlashni bilsangiz, to'g'ri kursni tanlashni bilsangiz, xo'p, birinchi darsdan o'zingizga gapirishga ruxsat bersangiz, yuqorida aytgan ruchka mashqini qilsangiz, shedoving texnikasini qilsangiz, oynada gapirsangiz, kamerada qarasangiz, bularning hammasi men o'quvchilarimda sinab ko'rilgan natija. Bularning hammasini o'quvchilarim qilib ko'rgan va shuning uchun men aytayapman, amalda tajribadan o'tgan. Xo'p, shunga ko'ra men aytayotganlarim, siz ham agar bularni qilsangiz, albatta natijaga chiqasiz 2-3 oyda. Xo'p, agar men 2-3 oyda turk tilidan to'liq emas, gapira oladigan darajada o'rganishni xohlayman desangiz, sizga turk tili kursimizga sizni taklif qilamiz. Turkcha konuş va %100 sertifikat kursimizga sizga katta chegirma va bonuslarda oldindan yozilish imkoniyatini sizga beramiz. Darslarda xudo xohlasa, keyingi yil, yangi yildan, ya'ni 2026-yil dam olish kunlaridan keyin boshlanadi. Bu kurs kimlar uchun bo'ladi?
sertifikat olmoqchi, gaplashish uchun, o'rganmoqchilar uchun maoshiga qo'shimcha ustama olmoqchi, bu kurs asosan magistratura, doktoranturaga kirmoqchi, chet til bakalavr, chet til blokidan maksimal ball olmoqchi, ustoz bo'lib ishlamoqchi, Turkiyada o'qimoqchi bo'lganlarda, Turkiyaga sayohat qilmoqchi bo'lganlar uchun, turk tiliga qiziquvchilar uchun, turk tilini o'rganmoqchi bo'lgan, xullas barcha uchun bu kursimiz to'g'ri keladi. Xo'p, kimlarga to'g'ri keladi? Yana ham oydinlashtirib olaman. Studentlarga, o'qiydi deganlarga, ishlaydiganlarga, ishi ko'plarga, yosh bolali onalarga, yoshi kattalarga, dangasalarga, maktab o'quvchilariga vaholanki agar siz bu kategoriyaga kirmaydigan bo'lsangiz, sizga ham bu kurs to'g'ri keladi. Kursimiz onlayn va offlayn shaklda bo'ladi. Offlayn markazimiz Toshkentning Qoq markazida, Alisher Navoiy shoh ko'chasida, Mustaqillik maydonida. Xo'p, ana endi kutubxonaning to'g'risida Abdulla Qodiriy metrosi, Mustaqillik metro, Paxtakor metro, O'zbekiston kosmonavtlar Mingurg hamma metroga, Minor metrosiga yaqin joyda joylashgan. Ya'ni bular markazda joylashgan. Xo'p, kursimiz maksimal 3 oy davom etadi. Kursimiz davomida 4 ta darajani tugatamiz. A1, A2, B1, B2 darajalarni tugatamiz. Har bitta daraja o'z ichida 10 ta darsni oladi. Imtihon vaqtiga qarab 2 oygacha tezlatishimiz ham mumkin. O'quv reja va prezentatsiyalarimiz mutaxassislar tomonidan mukammal qilib ishlab chiqilgan. Bu sizga kursni tartibli, intizomli tarzda o'rganishingizga yordam beradi. Darslar aniq ketma-ketlikda o'tiladi. Prezentatsiyalar esa sizni darsni yanada chuqurroq tushunishingizga yordam beradi. Xo'p, izohlarda o'quv rejamiz va prezentatsiyalarimizni ko'rishingiz mumkin. Biz namuna sifatida joylab qo'yganmiz. Kurs davomida biz 3 ta ustoz bilan haftada 7 kun darsni tashkillashtiramiz. 3 kun men tomonidan video dars, 3 kun jonli darslar bo'ladi. Bir kun esa konishma darsi bo'ladi yakshanba kuni. Deylik, dushanba, chorshanba, juma kunlari men tomonidan video darslar bo'lsa, seshanba, payshanba, shanba kunlari esa jonli darsimiz bo'ladi kurator ustozlarimiz bilan. Yakshanba kuni esa, ya'ni konishma suhbat darsi bo'lib o'tadi. Davom etaman. Video darslariga to'xtalaman. Video darslar men tomonidan sifatli qilib mikrofonlarda, studiyalarda yozib chiqilgan, shunchaki avvalgi eski guruhlarda o'tgan darslarni tashlab bermaymiz. Bu maxsus aynan video shaklda o'quvchilarga grammatika, nazariyaga to'xtalingan holatda tushuntirib berilgan. Video darsdan qiziqmasdan, xo'p, mazza qilib, zerikmasdan, qiziqarli tarzda bo'lishiga e'tibor qaratganmiz va zerikmasdan mazza qilib ko'ra olasiz. Video darslarni istalgan joyda, istalgan vaqtda ko'rish imkoniyatingiz bo'ladi va real vaqtda istalgan savollaringizga ustozlardan javob ola olasiz. Ikkita video darsni biz YouTube ga joylaganmiz, ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, davom etaman. Jonli darslarimiz va vaqtlari. Jonli darslarimiz Zoom yoki Telegramdan birida tashkil qilinadi. Video dars bo'yicha savol-javob bo'ladi. O'qima, dinlama, yozma, konishma 4 ta bosqich ustida ishlanadi, rivojlantiriladi. Vazifalar va lug'atlar so'raladi, qo'shimcha mavzular o'rgatiladi. Jonli dars vaqtlari ertalabki va kechqurungi vaqtlarga to'g'ri keladi. 1,5-2 soat davom etadi. 8 dan 9:30 gacha, 9:30 dan 11 gacha kechqurungi va ertalabki vaqtlarimiz bor. Onlaynda, offlaynda esa ertalabki soat 9 dan kechki soat 11 gacha har doim kurslarimiz bo'ladi. Xo'p, kursimizning foydasini aytib o'taman. Buni diqqat bilan eshiting. Takrorlashga ko'proq vaqt qoladi. Takrorlash esa juda muhim. Takrorlash bilimning onasidir deyilgan bejizga emas. Kursimizning ustunligi boshqa kurslar haftada 7 kun bo'ladi. Darsda faqat grammatika va nazariya tushuntiriladi. Takrorlashga esa kamroq vaqt qoladi. Bizda esa takrorlashga ko'proq vaqt bo'ladi. Xo'p, yana shu bilan birgalikda kursimiz afzalliklari juda ham ko'p. Shulardan bittasi xohlovchi ayollar uchun maxsus guruhlar ham shakllantiriladi. Shaxsan o'zim ham faqat ayollarga dars beraman. Guruhimiz tuzilishi aynan mana shu shaklda bo'ladi. Siz mana shunaqangi guruhga qo'shilasiz va guruhimiz aynan mana shu holatda topiklarga bo'lingan bo'ladi. 3 million so'mlik bonus va sovg'alar sizga beriladi kursga yozilsangiz. Ular qaysilar? Grammatika va lug'at bo'yicha qo'yish testlari bazasi. Bu baza hali hech qayerda yo'q. Grammatika va lug'atlarni qiyin usulda emas, testlar bilan oson o'rganasiz. Bularning hammasi har bitta darajaning har bitta uniti grammatikasi va lug'atiga doir qo'yish testlar qilib chiqamiz. 40 tadan test ishlaysiz bitta darsda. Xo'p, audio lug'atlar to'plami, barcha lug'atlar audio shaklda beriladi. Yo'llarda ham eshitib ketishingiz mumkin. Yozib yodlash shart emas.
ovqat qilyapsiz, idish tovoq yuvyapsiz, avtobus kutyapsiz, metroda ketasiz, har doim siz bilan yoningizda bo'ladi, audio lug'at yodlab ketsangiz bo'ladi. Takrorlashingiz uchun ham bu juda ham yaxshi variant. Foundation haftasini tashkil qilgan biz bu haftada o'qish keyingi oylarda turk tilini samarali, tez, oson o'rganishingizga va kursni oxirigacha borishingizga yordam beradi. Bular qaysilar? Foundation haftasini darslarini ko'rib chiqamiz. Bittasi motivation darsi, kurs oxirigacha bora olishingiz uchun kursni boshida motivatsiya, ya'ni ruhlantirish maqsadida bu darsni tashkillashtirgan biz. Turk tiliga kerakli o'zbek tili grammatikasi video darsi. Bu darslar orqali turk tili grammatikasini hech qanday chalkashliklarsiz oson o'rganasiz. Bu darslarning soni 3 ta. Xo'p, lug'at yodlashning zamonaviy texnikalari. Endi lug'atlar yodlab, keyin esdan chiqarib qo'yish bo'yicha sizda umuman muammo bo'lmaydi. 13 ta sirli texnikalarning hammasiga bittalab to'xtalib o'tganman. Bularni albatta ko'rsangiz bo'ladi. Sonya intellekt bilan turk tilini o'rganish darslari. Turk tilini yanada tezroq va samaraliroq o'rganasiz. Konuşmovchi sherik sifatida Sonya intellektdan foydalanasiz. Bir nechta Sonya intellektlarni bu yerda keltirib o'tganmiz. Ilm olish sirlari, ilm o'zi qanday o'rganiladi, qanday o'rganilsa yuqadi, buni o'rganib olasiz. Xo'p, davom etaman. Maqsad qo'yish va dangasalikni yengish. To'g'ri maqsad qo'yib, dangasalikdan qutulib, shaxsiy rivojlanishni o'rganasiz. Bu darsimizda aynan o'quv markazi rahbarimiz tomonidan bu video darsda yozib chiqilgan. Juda ham manfaatli, foydali bo'ladi siz uchun. Sertifikat sirlari video darslarimiz mavjud bizani. Bu videolar imtihonga kirib qanday qilib yuqori ball olishni o'rgatadi va o'rganish jarayonini osonlashtiradi. Biz 3 kun video dars qilganmiz, ya'ni 3 kun O'zbekistondagi eng katta master klass tashkillashtirganmiz. Birinchi kunida biz nazariya darslarga to'xtalganmiz, deylik, misol uchun turk tili va turk tilidagi darajalar, sertifikat turlari, yangilangan multilevel tizimi, mustaqil til o'rgansa bo'lishligi haqida, Turkiyada o'qish, grant yutish va hokazo bu kabi videoni albatta to'xtatib ko'ringlar. Bu kabi masalalarga biz to'xtalib o'tganmiz. Ikkinchi darsimizda, ikkinchi kunimizda turk tilini tez va oson o'rganishga to'xtalganmiz. Ya'ni turk tilini o'rganishdan oldin qilinish kerak bo'lgan ishlar, turk tilini o'rganishdagi ahamiyatli jihatlar, turk tilini tez va oson o'rganish usullari, sun'iy intellekt yordamida turk tilini o'rganish, aynan bularni biza yoritib berganmiz. 3-chi kunda esa 100% sertifikatli bo'lish va bemalol gapira olishning sir-asrorlariga to'xtalib o'tganmiz. Bunda sefar va tezda sertifikatni 100% naqd qilishning sir-asrorlari va o'qima, dinlama, yozma, konuşmani rivojlantirish, ulardan yuqori ball olish qanaqa bo'ladi? Bularni biz ochiqlab berganmiz bu video darslarimizda. Ana endi kursimiz davomida nimalar bo'ladi? Buni ko'rib o'tamiz siz bilan. Gamifikatsiya tizimini joriy qilganmiz. Uyga vazifalar ustozlar tomonidan tekshiriladi va statistika qilib boriladi. Musobaqa qilib o'qiysiz. Bu bilan biz ham o'quvchilarni, ham o'qituvchilarni ham nazorat qilib boramiz. Eng yaxshi o'quvchiga mukofot joriy qilganmiz. Har bir daraja oxirini birinchi o'rin bilan muvaffaqiyatli tugatgan o'quvchiga keyingi daraja uchun biz 10% chegirma taqdim etamiz. Baholash sistemamiz aynan mana shu shaklda. Agar siz kursimizni 85-100 ball oralig'ida ball to'plab tugatadigan bo'lsangiz, siz muvaffaqiyatli tugatgan hisoblanasiz. Va bundan tashqari yaxshi, qoniqarsiz, muvaffaqiyatsiz kategoriyalar ham bor bizda. Har bir daraja imtihonlar bo'ladi. Imtihondan o'tganlar taqdirlanadi va daraja sertifikatlari beriladi. Yiqilganlar bilan qayta ishlanadi yoki qo'y guruhlariga tushiladi. Aynan O'zturk o'quv markazining mana bunaqangi quyidagi sertifikatlari o'quvchilarga beriladi. Xo'p, konuşma darslari bo'ladi. O'zimizning o'quvchilar uchun maxsus yopiq Telegram kanalda konuşma klublari va konuşma darslari o'tkaziladi. Mock imtihonlar tashkil qilinadi. O'zingizni imtihonga kirishdan oldin sinab ko'rishingiz uchun mock imtihonlarni tashkil qilib turamiz va bir darajadan keyin bo'ladi bu jarayon. Kurs oxirida nima bo'ladi? Mehmon spikerlar Davron Turdiyev, Muhammad Ali Shonqulov yoki boshqa mashhur blogerlar, influencerlar tashkil qilinadi. Bu hatto sizning xohishingizga ko'ra ham bo'ladi. Bitiruv kechasini tashkil qilamiz, esdalik sertifikatlarni beramiz. Bitiruv kechamiz ham onlayn, ham offlayn shaklda bo'ladi. Davom etaman, o'quvchilarimiz natijalarini aytib o'tmoqchiman shu o'rinda. Bizani 1000 ga yaqin o'quvchilarimiz sertifikatlarni keltirib o'tganmiz. Aynan Irodaxo'ja natijalar Telegram kanalida. Agar siz buni qidirib ko'radigan bo'lsangiz, hamma o'quvchini Telegrami, profillari, raqamlari, hammasi chiqadi. Ularning sertifikat natijalari ham chiqadi. Bularning hammasi O'zturk o'quv markazining
sertifikatning natijalaridir. Talabalarimiz sertifikatli bo'lishgan, mana 3 oy tayyorgarlik ko'rib B2 sertifikatni, hatto 2 oy tayyorgarlik ko'rib Jabr test sertifikatini ham qo'lga kiritgan o'quvchilarimiz bo'lgan, o'qigan holatda. Yosh bolali onalarimiz bor, uy bekasi bo'la turib yoki ishda egizak bola bilan o'rganib Jabr B1 darajadagi sertifikatni olgan o'quvchilarimiz ham bo'lgan. Xo'p, yosh katta o'quvchilarimiz juda ham ko'p bizda. Mana Dildor opamiz 42 yoshda, Sadoqat opamiz 45 yoshda bo'la turib, B2, B1 darajadagi sertifikatlarni qo'lga kiritishgan. Bular hammasini aytib o'tirolmaymiz, chunki yuqorida aytdim, mingdan ortiq o'quvchilarimiz sertifikatlarimizni jamlaganmiz. Albatta ularni o'zingiz ko'rib olsangiz bo'ladi. O'quvchilarimiz fikrlariga to'xtalib o'taman endi. Ba'zi o'quvchilarimizdan kelgan fikrlarni aytib o'tmoqchiman. Hammasini aytib o'tira olmayman. Siz videoni to'xtatib albatta o'qib chiqing bularni. Xo'p, Madina opamiz shunaqa deyaptilar. Iridohoji ustoz, rahmat ketgan hammasi uchun mendagi dinlama va o'qima qismini siz rivojlantirib berdingiz. Bergan bilimlaringizga rozi bo'ling. Rosa xursandman. Endi magistr bo'lamanmi degan quvonch hissi meni hech necha soatdir ketmayapti, hayajonim bosilmayapti. Imtihonga kirgan o'quvchi sifatida shuni ayta olamanki, siz har tomonlama mukammal dars berar ekansiz. Aynan bizga kerakli bo'lgan, bizga oson bo'lgan programmada o'rgatar ekansiz. Alloh rozi bo'lsin deganlar. Voy mashalloh, shunchalik ham mukammal o'ylab chiqqanmi sizlar? Alloh yuzimizni yorug' qilsin. Shuncha sharoitda o'qib o'rganmaslik ham xatodir. Biz o'rganishimizni sizlarga o'zimizdan ham ko'proq muhimdek. Biz uchun o'zimizdan ko'p qayg'urasizlar. Bunaqa sharoitli kursni endi ko'rishim. Masalan, sizlar bergan ma'lumot, infolar, audio testlarni o'quvchi o'zi qidirib topib, o'z ustida ishlash kerak aslida. Lekin vaqtimiz shu qadar vaqtimizni shu qadar qadrlaysizlarki, biz faqat chaynab og'zimizga solib qo'yganlaringni yutmasak bo'ldi-da deganlar. Mashalloh, mukammal har bir ishlar Alloh ajrlantirsin. Sizlar bilan o'rganish ham oson. Rahmat hammasi uchun deganlar. Yoki mana Gulmira opamiz, endi sizni turk tilidan sertifikatli qilmaguncha tinch qo'ymaymiz. Shu shior ostida maksimal darajada harakat qildinglar. Alloh yuzingizni yorug' qilsin deganlar. Mana ko'ryapsizlar, bu kabi fikrlar juda ham ko'p. Juda ko'p. Bularni hammasini o'qib o'tira olmayman. Mana bu yerda misol uchun Aziza opamiz rosa aytganlar, sizni kursingizda o'qib sertifikat olganman. Zeboxo'jani o'quvchilariman, kurator ustozimizni tilga olganlar. Tanishlarimga bemalol sizni tavsiya qila olaman. 100% ikkilanmasdan shu kursga o'qinglar deyman deb aytganlar. Bundan biz faqatgina xursand bo'lamiz. Ba'zi o'quvchilarimiz fikrlarini mana tugat. Xo'p, onlayn bitir kechamizda o'zlarining fikrlarini bildirishgan. Sajida opamiz fikrlarini aytib o'tganlar. Xo'p, ba'zi o'quvchilarimiz fikrlarini keltirib o'tdim, lekin bularning hammasi ham emas. Iridohoji kurs fikrlar deb qidiradigan bo'lsangiz, Telegramdan chiqadi va har bir o'quvchini Telegramlari, telefon raqamlari chiqadi, sizlar bilan bog'lanib bemalol gaplashib ko'rsangiz ham bo'ladi. Davom etaman. Kursimiz narxlari, imkoniyatlariga nisbatan ancha hamyonbop. Kursga yozilish uchun video pastida link bo'ladi. Shu link orqali adminimizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Adminimiz profillari keltirib o'tilgan. Va'da qilingan 10 ga yaqin sovg'alarni ham adminimizga yozsangiz sizga yuborib qo'yadilar. Kursimizda ko'rishguncha va shuni aytib o'taman, e'tiboringiz uchun sizga rahmat kattakon. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang va izohlarga video haqidagi o'z fikringizni va nimalarni o'rganganligingizni yozadigan bo'lsangiz, biz bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.